Assalomu alaykum. Kunlar, oylar, yillar o'tsa ham hayotingizda hech qanday o'zgarish yo'qdek tuyulyaptimi o'zingizga? Bir joyda turgandekmisiz? Hech ham oldinga intilish yo'qmi? Oldinga yurish yo'qmi? Muvaffaqiyat sari qadam tashlamoqchi bo'lasiz, lekin qadam tashlay olmayapsiz. Oyog'ingizda xuddi kishan bordek. Boshqalar esa atrofingizga qarayapsiz. Siz bilgan, bilmagan odamlar sizdan o'zib ketyaptimi? Mana shu muvaffaqiyatga olib boruvchi kishanlar bor insonni oyog'ida. Ana shundan 10 ta kishan haqida siz bilan gaplashmoqchiman. Muvaffaqiyatning kishanlarining ichida eng birinchisi insonda maqsadning yo'qligi va mo'ljalning yo'qligi. 1953-yilda Amerikadagi mashhur bir universitetda bir tadqiqot o'tkaziladi. 1953-yil, e'tibor qiling. G'arbda qachon boshlangan bu narsalar? Va 1953-yilda tadqiqot o'tkazilganda bitiruvchi talabalar o'rtasida o'tkaziladi. Ulardan 3%gina bitirayotgan vaqtida aniq bir maqsad va mo'ljalni qo'ygan bo'ladi. Va shu narsa 20 yildan keyin tekshiriladi. 20 yildan keyin borib qarasa, haqiqatda haligi 3% muvaffaqiyat uchun bir maqsad qo'ygan, kelajagi uchun maqsad qo'ygan, kelajagi uchun bir mo'ljal qo'ygan insonlar boshqalardan ko'ra ancha ildamlab ketganini ko'rishadi. Shuning uchun birinchi bizni oldinga intilishdan to'sayotgan narsa oyog'imizdagi kishan. Muvaffaqiyatning birinchi kishani bu insonda maqsad yo'qligi, hadaf, mo'ljalning yo'qligidir. Insonlar uch xil bo'ladi. Oldiga bir maqsadni qo'yadi, mo'ljalni aniq qilib qo'yadi va unga kirishadi va Allohga tavakkal qiladi va zafarga erishadi, muvaffaqiyatga erishadi. Ikkinchisi, maqsadi bor, harakat qiladi, lekin harakat davomida sabr qila olmaydi, yo'lda qolib ketadi. Uchinchisi bor, uchinchi toifa odamlar bor. Ular uchun hayotda maqsadning o'zi yo'q. Mo'ljalning o'zi yo'q. Ular dunyoda nima qilayotganini bilmay qoladi. Bu esa halokat hisoblanadi. Bugungi kundagi tadqiqotlarning aksari ko'rsatadiki, hayotda depressiyaga uchragan insonlarning juda ko'pi hayotda maqsadi, ma'lum bir mo'ljali yo'q insonlar ekanligini ko'rsatyapti. Juda ko'p depressiya va asabiylikka mubtalo bo'lgan insonlarning holatini o'rganilganda ular maqsadsiz insonlar bo'ladi. Hozir juda ko'p insonlar hayotida mazmun yo'qligidan shikoyat qilishadi. Hayotimda hech ham mazmun yo'q. Hayotimda bir ma'no yo'q deyshadi. Hayotda bir bahra ololmayapman deydi. Vaholanki atrof ko'ngil ochar narsalarga to'lib yotibdi. Telefon bor, kompyuter bor, o'yingohlar bor, hamma narsa bor. Musobaqalar bor, har kuni futbol bo'ladi, boshqa. Lekin qarasangiz hayotimda bir mazmun yo'qdek deydi. Bular nima uchun desa, bularning hammasi ham o'sha maqsad yo'qligidan, bir maqsadni qo'yib unga intilish yo'qligidan. Hayotimning bir qiymati yo'qdek, bir qadrsiz, meni hayotim bir bahosi yo'qdek, bir qiymati yo'qdek, qadri yo'qdek tuyulyapti o'zimga deydi. Buning birinchi sababi bu maqsadni, hadafni yo'qligi. Bu narsalarning hammasi deydi o'sha tadqiqotchilar. Hammasi o'sha maqsad va mo'ljal, maqsadsizlik va mo'ljal yo'qligining bir tarjimoni bo'lib insonda yuzaga chiqayotgan narsalar deyishadi. Bir amerikalik mashhur psixologning bir gapini keltirganini o'qib qoldim. Bu aytadiki, hayot velosipedga o'xshaydi. Velosipedni chiqib pedalni bosib aylantirib tursangiz yuradi. To'xtagan vaqtda pedalni bosishni to'xtatgan vaqtingizda velosiped to'xtaydi, yiqiladi. Bir inson bir qoyaga yetganda, ma'lum bir joyga borgan vaqtda, endi bir qoya deb oladigan bo'lsak, tog'ning qoyasiga boradigan bo'lsa, uni oldida ikkita yo'l bor. Yo keyingi qoyalar sari harakat qilish yoki orqaga qaytib tushish. Siz oldingizga bir maqsadlarni qo'ydingiz ham deylik. Maqsadni qo'ydingiz, masalan, uylanish maqsadini qo'ydingiz, ishga kirish masalasini qo'ydingiz, yo biror vazifador, mansabga erishish vazifasini qo'ydingiz, yoki o'g'il uylash, qiz chiqarish, mana yoshingiz kattaroq bo'lgan vaqtda. Endi
Mana shuni qildingiz. Bo'ldimi endi? Hayotning u yog'i bo'shliqmi? Bo'ldi, yetdingizmi maqsadga? Yo'q. Inson doimo maqsad bilan yashash kerak bo'ladi. Umar ibn Abdulazizning bir zo'r gaplari bor bu sohada. Aytadilarki, men eng go'zal narsalarga intildim, Fotimaga uylandim deydi. Keyin nafsim amir bo'lishni xohladi, maqsadini qo'ydi. Amir ham bo'ldim. Keyin butun islom mamlakatiga xalifa bo'lishlikni nafsim shunga intildi, shu maqsadni qo'ydim. Shunga ham erishdim. Endi hammasi qoldi. Bu katta narsaga erishib qo'yapti, lekin shunda ham to'xtamayapti. Endi eng asosiy oliy maqsadim jannat. U sari ketyapman. Endi uni yo'lidaman deydi. Xuddi shuni singari. Masalan, siz bir joyda turaversangiz, maqsadsiz bir joyga yo'nalmasangiz, xuddi samolyotga o'xshaysiz deydi. Samolyot havoga uchgan vaqtda to'g'ri ba'zi bir muammolar chiqar. Uchayotganda, qo'nayotganda muammolar chiqishi bor narsa. 100 ta samolyotdan bittada bo'lishi mumkin. Lekin undagi mana bu muammo ozgina. Eng katta muammo samolyot aeroportda uchmasdan turib qolsa ancha vaqt nima bo'ladi? Zang bosib, u nimalari ichidagi jihozlari eskirib ucholmaydigan bo'lib qoladi. Bir joyda turaverishlik, bir maqsad sari maqsadni qo'yib u tarafga yurmaslikni ko'ryapsizmi oqibatini? Siz mana 1 yildan keyin, 3 yildan keyin, 10 yildan keyin nima bo'lishingizni, kim bo'lishingizni xohlaysiz? Bu haqda o'zingizga savol berganmisiz? Bugungi hayotingiz, bugungi turgan holatingiz sizning o'tmishingizning natijasidir va kelajagingiz bugungi qilayotgan harakatingiz, maqsadlaringizning natijasi bo'ladi. Ertaga boshingiz tuproqqa yetgan vaqtda ortingizdan nima deyishlarini, Xudo rahmati, falon edi, fiston edi deganda kim, nima so'z ishlatilishligini xohlaysiz? Bugun shu narsa hal qiladi o'sha kundagi holatingizda. Maqsadni belgilash va mo'ljalni belgilab aniq qilish bu musulmon uchun, mo'min uchun, inson uchun bir parolni singari gap. O'sha parol yo'q ekan hech qanaqa eshikni ocha olmaysiz. Maqsadi bor odam, bir mo'ljali bor odam boshqalardan ko'ra boshqacharoq yashaydi. Vaqti ham bekorchi bo'lmaydi. Boshqalar ko'rmayotgan narsani ko'radi, chunki oldinga qarab turibdi-da u. Shuning uchun hayotda ilmiy sohadami, oilaviy hayotdami, asosiy Alloh taolo bilan bo'ladigan aloqangizdami, bir mo'ljalni, do'stlikdami, sog'liqdami, o'zingizning holatingizdami bir mo'ljalni oling. Maqsadni oling va mo'ljalni qo'ying va shu bilan siz shunday qiladigan bo'lsangiz, hayotni boshqacha his qilishni boshlaysiz. Hayotni ta'mi o'zgacha bir sizga ta'mi yetib keladi. Ta'mini his qilasiz. Bu hayot yuksak maqsadlar uchun yashashga arziydi. Undan pastiga arzimaydi. Shuning uchun bugun maqsadni qo'ying, Allohga tavakkal qiling va yo'lga chiqing. Bu birinchi kishan haqidagi suhbatimiz edi. Salomat bo'ling.